mingta bedanani qafasini yasab oldim masalan, bir ko'raveradigan joyi. Bugun xudo xolasa, bismillah. Hop, setkamiz 1 metr eniga. Bu 4 metr uzunasiga, 4 metr uzunasiga. Ya'ni 4 qavatga bizga tayyor setkamiz bor. Tak, yana 50 kesib olamiz. Uzunasiga tashlab olamiz. Keyin nasib bo'lsa buni bitta kraskalab olsak, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Xo'p, birinchi etajda o'ta go'zal qilib chiqarib oldik. Zo'r, akkuratman. Samarasi hali qatirganim yo'q. Birinchi prixvat qilib, steplerda urib chiqdim, tarang tortib. No, prinsipga yaxshi. Steplerda ancha-muncha prixvatga qo'yib oldik. Mana shu lapa deb qo'yilgan, mana shu samarasida endi aylanasiga yurib chiqsak, har qalay yana bezapastroq bo'ladi. Kraska ishini ham boshlab oldik. Dom remontidan boshqa emulsiya bordi. Emulsiyada qilamiz endi buni. Byudjetniy variant-da bu. Go'zal qilib kraskalab oldik. Oppoq tursa, juda ham ajoyib turar ekan. Aytganimdek, bular buni o'rashda eng optimal, eng arzon yo'lini o'ylab o'zimcha fikr qildim. Menimcha eng zo'r ekan. Ana bu quyosh setkasi deb qo'yaman, bu nomini aniq bilmayman. Tepasiga, orqasiga, yoniga juda zo'r, eng zo'r variant mana ekan. 4-500 ming so'mga aylanib ketargan setka qo'yadigan. Lekin oldi tomoniga albatta setka qo'yamiz, kallasini chiqarib oxiridan yeyish uchun. Oxirlariga ham alohida mehr berib qo'ydim buni. Juda ham ajoyib bo'lsa kerak. Optimal variant-da. Biz ko'ramiz, endi rezultatni oxirida ko'ramiz-da. Stepler ham bardosh bermayapti. Lekin oson ekan. Oshiqcha miqoq, samaris qatir, ushab-tul yo'q. Bunaqa narsa yo'q ekan. Dars stepler bersa bo'ldi. Bunga biroz suyamagandan keyin bedana bilan yon boshlamagandan keyin tursa bo'ldi-da. Zato byudjetniy variant. Deyarli tayyor, xudoga shukr. Xo'p, bitgan holati. Tepani tarang tortdik, yonbosh tarang tortdik. Orqalar polностью tarang tortildi. Yashil zona bo'ldi, ko'zlar ham charchamaydi. Svetlarni qo'yib, oxirlarini qo'yib, bitta hafsalab qo'ysak endi. Xo'sh, bitirib oldik, xudoga shukr. Mana qilindi. Setga tortilgandan keyin videoga olib o'tirmadim. Mana ko'k. Bu ham juda zo'r ekan. Profil ishlabdim. Hali qalinrog'idan baquvvat ekan. Eng kulminatsion joyi mana. Kulminatsion joyi. Plastina yasaldi. Juda ham akkuratni, juda ham zo'r. Yuvgani ham qulay. Endi chekkaga oxir qo'ydim. Uzunasiga oxir qo'yganimda suv idishga vaqti joy ham qolmasdi. Tak, o'rtaga suv idish qo'ymoqchiman, lekin qanaqa qo'yishni bilmayapman, kallam yetmayapti. Maslahatlar berib yuborsanglar, shuna bir harakat qilaman qilib ko'rishga. Nasib bo'lsa endi eshikchalari qoldi. Bunga ham bir o'ylab ko'rish kerak, hali kallam yetmayapti. Bedanalarim kelguncha qilib qo'yaman nasib. Mehnatga bitta like ayamisiz. Qadrdon, salomat bo'linglar.